Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar, ushbu hikoya juda ham qo'rqinchli bo'lgani sababli homilador ayollar va yuragi bo'shlar, 18 yoshga to'lmaganlar eshitishi taqiqlanadi. Tayyor bo'lsanglar, hikoyani boshladik. Aytgancha, adrenalin his qilish uchun chiroqlarni o'chirib, naushniklarni taqib olsangiz, juda ham ajoyib bo'ladi. Hikoyani boshladik. Ismim Bilol. Bu voqeani hech kimga aytmagandim, lekin endi jim turishning ilojisi yo'q. Kechalari ko'zimni yumsam, o'sha yerto'la hidini his qilaman. O'sha teshik ko'zli niqobni ko'raman va do'stim Javohirning ovozini eshitaman. Bilol, meni tashlab ketma. Hammasi o'tgan yili boshlangan edi. Shaharning eng eski maktabi 34-maktab haqida gaplar yurardi. Har yili kamida bitta o'quvchi ko'chib ketdi deb hisoblanardi. Lekin hech kim ularning yangi manzilini bilmasdi. Ota-onalari so'rasa, maktab boshqaruvi qog'ozlarini ko'rsatib, oilasi bilan boshqa shaharga ko'chib ketdi deyshardi. Direktorimiz Qodirov degan odam tashqi ko'rinishidan juda muloyim, doim jilmayib yuradigan, ovozi past baland bo'lmagan bir xil kishi edi. Lekin uning ko'zlariga qarasang, ichingda nimadir muzlab ketardi. Xuddi ko'zlari sening ichingni suyaklarigacha o'lchayotgandek. Men va Javohir bolalikdan birga o'sganmiz. U mendan jasurroq edi. Tungi tergov ishlarini yaxshi ko'rardi. Sirli joylarni tekshirish uning sevimli mashg'uloti edi. O'sha kuni kechqurun u menga qo'ng'iroq qildi. Bilol, maktabning eski qanoatida sport zali ostida bir yerto'la bor ekan. Kalitini direktor kabinetida ko'rganman. Bugun kirib ko'ramizmi? Men rad etishga urindim, lekin Javohir hech qachon yo'q degan so'zni qabul qilmasdi. Kechasi soat 11larda maktabga yashirincha kirib oldik. Derazadan sakrab, koridordan yugurib direktor kabinetiga yetib bordik. Eshik ochiq edi. Bu meni allaqachon qo'rqitgan edi, chunki direktor hech qachon kabinetini qulflamasdan qoldirmasdi. Stol tortmasidan katta zang bosgan kalitni topdik. Sport zali orqasidagi kichkina, hech kim e'tibor bermaydigan temir eshikka olib bordi. Eshik g'iyqillab ochilganida ichkaridan chiqqan hid, go'sht, kimyoviy modda va yana nimadir achchiq chirgan hid ikkalamizni ham qusguday qildi. Zinapoyadan pastga tushdik. Pastda men buni hech qachon unuta olmayman. Devorlarga osilgan, ishlangan teri parchalari, ba'zilari sumka shakliga tikilgan, ba'zilari hali ham xom holatda edi, yangi teri edi. Bir burchakda muzlatgich turardi. Uning ichida yo'q, bu juda ham dahshat. Uning ichida inson tana a'zolari, barmoqlar, oyoqlar. Dahshat, buni batafsil gapira olmayman. Faqat shuni aytamanki, u yerda inson bo'laklarini borligini bilib turardim. Osilib turgan terlar esa insonlarga edi. Stol ustida esa tartibli qilib terilgan hujjatlar, yetkazib berish ro'yxatlari, do'kon nomlari, sanalari. Direktor Qodirov yillar davomida yo'qolgan o'quvchilarni o'sha yerto'lada dahshat. Buni yoza olmayman. Faqat shuni bilamanki, terisidan sumka tikib sotardi. Qolganini esa go'sht sifatida shahar bozorlaridagi ba'zi do'konlarga jo'natardi. Odamlar bilmagan holda o'z farzandlarining o'z farzandlarining go'shtini yer edi. Bu juda ham dahshat. Biz sarosimaga tushib turganimizda zinapoyadan qadam tovushlari eshitildi. Direktor Qodirov edi. Qo'lida uzun pichoq, yuzida hamon o'sha jilmayish bilan. "Bolalarim", dedi u past ovozda. "Bu yerga kelmasliklaringiz kerak edi. O'zingiz ko'rmasligingiz kerak bo'lgan narsani ko'rdingiz." Javohir meni orqaga itarib yubordi. "Qoch Bilol, chiqish yo'lini top." Men yugurdim. Orqamdan Javohirning qichqirig'ini eshitdim. Bir marta. Keyin jimlik. Zinapoyaga chiqib koridor bo'ylab yugurdim. Derazadan sakrab tushdim. Tizzam qonab ketdi, lekin to'xtamadim. Ortimga qaramadim. Uyga qanday yetib borganimni ham eslay olmayman. Juda ham qo'rquvda edim. Ertasi kuni militsiyaga xabar berdim. Ular maktabni tintuv qilishdi. Lekin o'sha yerto'la eshigi yo'q edi. Devor edi, oddiy g'isht devor. Xuddi hech qachon eshik bo'lmagandek.
Direktor Qodirov ham 2-3 kundan keyin kasal bo'lib qoldi deb ish joyidan ketdi. Keyin butunlay g'oyib bo'ldi. Javohirni esa hech kim topolmadi. Unga yana bir hujjat rasmiylashtirildi. Uning oilasi boshqa shaharga ko'chib ketdi degan qog'oz keldi. Xuddi boshqa yo'qolgan bolalarga kelganidek. O'shandan beri men tunda uxlay olmayman. Ba'zan ko'chada uzoqdan terisi juda tekis, juda oq, yosh qo'llarga ega odamni ko'rib qolaman. Go'yo terisi o'ziniki emasdek, yosh bolalarning terisi qoplanganidek. Va har safar tush ko'rganimda Javohirning ovozi meni chaqiradi. O'sha yerto'ladan, zulmat ichidan. Bilol, nega meni tashlab ketding? Men hali ham javob topa olmayapman va hali ham bilmayman. Direktor Qodirov chindan yo'qolganmi yoki hozir ham qayerdadir boshqa bir maktabda boshqa bolalarni hujjatga aylantirib yuribdimi? Go'shtlarini sotib, odamlarga yegizib, terisidan esa sumka poyabzallar tikib. Bu hali ham men uchun noma'lum qolgan. Hikoyani tinglaganingiz uchun barchangizga kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Tez orada yanada qo'rqinchli videolar chiqaramiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar